Men sadaqa uslubini shunday qo'lladim. Muammolar kelsa, sadaqa qilishni boshladim. Muammolar kelsa, yaxshilik qilishni boshladim. Insonlar xafa qilsa, ularga javoban yaxshilik bilan javob berishni boshladim. Avvalo to'g'ri bu nafsimga yoqmadi. Va nafsim har safar ko'rdingmi, sen yaxshisan, ular yomon degan narsani ko'rsataverdi. Ammo bora-bora men o'zimni yomonligim yaxshilikka aylanayotganini ko'rdim. Muslimalar, insonlar bizga yomonlik qilmaydi, balki biz qanday bo'lsak shunday javob beradi. Alloh taolo har bir daqiqamizni agar lavhul mahfuzga yozgan bo'lsa, demak, shu insonlarning shu munosabatini ham yozib qo'ygan va unga yaxshilik bilan javob berish, yomonlik bilan javob berishda sizga qaror degan narsani berib qo'ygan. Qaror bilan qadarni almashtirgan qadarini barbod qiladi. Shuning uchun qadar musibatlar kelishi, qadar yomonliklar kelishi, qaror yaxshilik bilan javob berish, qaror qadarga rozi bo'lish.